Qani endi savol qilaylikchi, mana shu yerda o'tiribmiz. O'zimizni qaysi toifadan deb bilamiz? Jannat egasi deb bilamizmi? Jannatga loyiqman deb bilamizmi? Jannatga haqliroqman deb o'ylaymizmi? Nima deyapmiz? Qani qalbimiz nima deyapti? So'raylikchi. Agar jannatga loyiq bo'ladigan bo'lsak, nega Allohning ibodatiga dangasalik qilyapmiz? Namozsiz qaysi jannatga kirmoqchisiz? Qaysi jannatga kirmoqchimiz? Qani ayting, qaysi eshikdan kirmoqchimiz? Namozsiz. Namoz jannatning kaliti deb turibdilar janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bugun shu kalit cho'ntagimizdami yo'qmi? Hozir bormi cho'ntagimizda? Ilohiy bandamiz bechoradirmiz, havoi nafs ila ovoradirmiz, erurmiz barcha isyonlarimizga iqror, musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Kechagi kunlarimizni esdan chiqarmaylik. Gunohlarimiz ichida musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz ham bor edi.